Assalomu alaykum qadrli do'stlar. Bugungi videoda biz O'zbekistonga mobil qurilmalarni olib kirish tartiblarini yana bir karra eslatib o'tishni joiz deb topdik, chunki shu kunlarda, demak, so'nggi rusumdagi mobil qurilmalarning dunyo bo'ylab sotuvga chiqqani va O'zbekistonga ham kirib kelayotganini ko'rmoqdamiz. Bunday holatda bojxona qoidalarini bilib yoki bilmasdan turib buzib qo'yayotgan shaxslar ham uchrab turibdi. Mana kuni kecha Qatardan kirib kelgan yo'lovchilardan biri Toshkent xalqaro aeroportida 9 dona o'sha zamonaviy rusumdagi mobil qurilmalarni yashil yo'lakdan olib o'tayotganda to'xtatib qolindi. O'zi O'zbekistonga jismoniy shaxslar necha dona mobil qurilmalarni olib kirishlari mumkin? Ushbu savolga javob berar ekanmiz. Demak, agar siz havo yo'llari orqali O'zbekistonga kirib kelayotgan bo'lsangiz, ya'ni samolyotda kirib kelayotgan bo'lsangiz, demak 2 donagacha mobil qurilmalarni shaxsiy ehtiyoj uchun olib kirishingiz mumkin. Eslab qoling, shaxsiy ehtiyoj uchun. Agar siz temir yo'lda, avtomobilda yoki piyoda ravishda kirib kelar ekansiz, u holda har 6 oyda bir marotaba mobil qurilmalarni o'z ehtiyojingiz uchun olib kirishingiz mumkin. Lekin har qanday holatda ham, demak, siz xoh havo yo'llari orqali, xoh avtomobilda yoki poyezdda kirib kelishdan qat'iy nazar o'zingiz bilan olib kirayotgan mobil qurilmalarni albatta yo'lovchi bojxona deklaratsiyasida ko'rsatishingiz shart. Chunki mazkur deklaratsiya keyinchalik mobil qurilmalarni O'zbekistonda UZMI tizimi orqali majburiy ro'yxatdan o'tkazishda asos bo'lib xizmat qiladi. Shu o'rinda yana bir jihatni eslatib o'tamiz. Agar siz havo yo'llari orqali kirib kelayotgan bo'lsangiz, ma'lumki, O'zbekistonga $1000 qiymatdagi tovarlarni shaxsiy ehtiyoj uchun bojsiz olib kirishingiz mumkin. Lekin mobil qurilmalarning narxi, aytaylik, ushbu summadan yuqori. Bizdagi ma'lumotlarga ko'ra, mana hozirgi kunda o'sha eng ko'p muhokamalarga sabab bo'layotgan brenddagi mobil qurilmalarga e'tibor qaratadigan bo'lsak, ularning ayrimlari $1200 turadi, ayrimlari hattoki $1900 turadi. Bunday holatda, demak, sizga yoningizdagi boshqa tovar moddiy boyliklar bo'lmasa, mana shu shaxsiy ehtiyoj uchun mo'ljallangan $1000 limit qo'llaniladi va undan ortgan qismigagina 30% yagona bojxona to'lovini to'lashingiz kerak bo'ladi. Demak, siz olib kelayotgan mobil qurilma $1200 bo'lsa, demak, ushbu jarayonda $1000 chegirib tashlanadi va qolgan $200ning 30%, demak, $60 miqdorida yagona bojxona to'lovini to'lashingizga to'g'ri keladi. Qadrli do'stlar, unutmang, mobil qurilmalarni yo'lovchi bojxona deklaratsiyasida ko'rsatish shart. Bu keyinchalik o'sha qurilmalarni UZMI tizimidan ro'yxatdan o'tkazishda asos bo'lib xizmat qiladi. Shunday ekan, bojxona qoidalariga rioya qilishingizni so'rab qolamiz.